Arzonchiroq mexanika Cobalt qidirib yurganlar uchun to'g'ridan-to'g'ri egalardan navbatdagi Cobalt avtomobili 2013-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 271 ming kilometr. Mashina benzinda yurgan, gaz umuman hech qachon qo'yilmagan, texnik holatlari zo'r holatda, texnik hech qanaqa ishi yo'q mashinani. Ballonlari deyarli yangi holatda. Salon qismiga keladigan bo'lsak, saloni o'rta holatda, yomon emas, yaxshi ham emas. Sidinali gazgina mehr berib olish kerak, chexol taqibmi yoki ruliga chexol taqib olish kerak, bitta himchiskiy qorish kerak salonni. Kuzovidagi kraskasiga keladigan bo'lsak, 3-4 ta detalida kraska bor, yuzaki bor, suyagi absolyutno but-butun. Biz tekshirib ko'rdik. Sizlar ham bemalol xohlagan ustiga tekshirib olishingiz mumkin. Suyagi butun, kraskasi bor mashina, shuning uchun narxi arzonroq. Kuzovda bitta ishi bor, u ham bo'lsa oldi 10 kriloni vmyatinada chiqarib olish kerak. Bez pokraska arzimagan pulga qilib beradi, bo'ldi. Boshqa hech narsa ishi yo'q. Himchiskiy saloniga bitta mehr berasizlar, bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $6300. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Generalniy dovernost berilmaydi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Videoni arzonchiroq Cobalt qidirib yurgan tanishlarga shundoq yuborib qo'yamiz. Ma'qul topsanglar, yoqsa bitta like sizlardan o'rgilib ketsin.